Angliya pul muomala vaqti gazetining yaqinda e'lon qilgan xabarga asoslanganda, Xitoy hukumatı Beijingda urush mezgilidagi jangga qo'mondonlik qilish markazini qurishga boshlagan bo'lib, u Amerika davlat mudofaa ministrligining bosh shtabi 5 burjaklik binosidan 10 hassa cho'ng ekan. Mutaxassislar buningga baho berib, Xi Jinpingning kelgusida Xitoyning masalalarini normal hal qilish yo'li orqali emas, balki urush orqali hal qilishni planlayotganligini o'tirib qo'ydi. Xabarda deyilishicha, Xitoyning bu yangi harbiy qo'mondonlik markazi Beijing shahrining g'arbiy janubiga 20 ingliz mil, ya'ni 32 kilometr keladigan yerga joylashgan. Sun'iy hamrohdan tortilgan suratlarga qaraganda, bu joyning yer ko'lami taxminan 9000 mo ekan. Bu harbiy bazaning yer osti qurilish ko'lami nihoyatda cho'ng bo'lib, harbiy mutaxassislar buni kelgusida yadro urush portlagan taqdirda Xitoy qo'mondonlarini qo'g'dash rolini o'ynaydi deb qaragan. Beijing harbiy shaharchisi deb atalgan bu qurilish Amerikaning 5 burchaklik binosi, ya'ni Amerika davlat mudofaa ministrligining bosh shtabidan 10 hassa cho'ng bo'lgan. Dunyo bo'yicha eng cho'ng harbiy xizmat o'rni bo'ldi ekan. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazi strategiya va xavfsizlik mutaxassisi Dr. Roymanko Xitoyning bu yangi harbiy qo'mondonlik markazi haqida tafsil tushuncha berib, mundaq dedi. Yeah, I mean, it's a part of China's overall military modernization and expansion. Honestly, it makes sense for the PLA to have a wartime command center, especially one that's going to be close to the main political leaders. Bu Xitoyning zamonaviy harbiy qurilishini kengaytirishning bir qismi. Xitoycha aytganda, ozodlik armiyaning bundaq bir qo'mondonlik markazining bo'lishi o'rinli. Bu markazning Xitoyning qo'lliq rahbarlariga, bo'libmi Xi Jinpingga yaqin bo'lishga ahamiyati cho'ng. Albatta, bu harbiy qo'mondonlik markazining cho'ngligi kishini hayron qoldirdi. Buning zodi qanchalik cho'ng ekanligini bilmayman. 5 burchakli binodan 10 nesli cho'ng ekanligi so'zlanyapti. Balkim shunday bo'lishi mumkin. Agar siz harbiy qo'mondonlik markazining hujumga uchrash ehtimoli borligini o'ylasangiz, bunda qattiq mudofaa qilingan yer osti harbiyatlarining bo'lishi cho'ng ahamiyatga ega. Yana siz hukumatning muqimlikni saqlash uchun hukumat markazlaridan insonlarni bexatar holda harbiylarga ilib kira olasiz. Xabarda deyilishicha, bu qurilish 2024-yilning o'rtasida boshlangan bo'lib, 2027-yili yana Xitoy Xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 100 yilligi tadbir qilingan yili putdi ekan. Amerika istixborot mutaxassislari Xi Jinpingning 2027-yilgacha Tayvanni qo'shilish niyatining borligini oshkorlagan edi. Mustaqil siyosiy analizchi Ilshad Hasan Xi Jinpingning hozir Tayvanni yutilish uchunla tayyorlik qilmasdan, balki uning maqsadining Amerikani bo'ysundirish ekanligini ko'rsatib, mundaq dedi. Xi Jinping o'zining hayot vaqtida Tayvanni elishni o'zining nishoni qilgan. Yana Xi Jinping o'zini Mao Zedong bilan tang qilmoqchi. Mao Zedong bilan tang qilib, uningdan oshima deydi-ki, Xitoyning burundan nishonlab kelgan butun Xitoy atalmış zeminining birlikka kelishi. Bu bo'lsa Tayvanni o'z ichiga oladi. Shuning uchun Tayvanni olsa, Xi Jinping Xitoy tarixidagi xuddi maqtab kelayotgan Tang sulolasi, Han sulolasi davridagi Han Wudi, Tang Taizong deydi va Mao Zedonglargacha bulardan ishib ketgan bir Xitoy daisi bo'ladi. Uning kamchiligini surishtirmay, ahmoq Xitoy fuqarolari balkim uni osmonga ko'tarishi mumkin. Şunun Xi Jinping mi tayyorligini Tayvanga emas, Amerikani yengama deb tayyorlik qilyapti. Tayvanni olma, Amerikani bo'ysundirma degan ma'noning bilan. Undaqda Xitoyning bu yangi harbiy qo'mondonlik markazining Tayvan bilan nima munosabati bor? Bu qurilish Xi Jinpingning zurur tepilganda kuch ishiltib, 2027-yili Tayvan bilan birlashadiganligini ta'kidlab kelayotgan bir mezgilda o'tirg'a chiqqan. O'z-o'zini boshqaradigan Tayvanning Amerika bilan davlat mudofaa kelishimi bor. Amerikada elektron sohasida ishlatiladigan mikro o'zaklarning ko'pinchisi Tayvandan kelganligi ma'lum. Shunga Xi Jinpingning Tayvanni yutolmoqchi bo'lishi, Tayvanning mikro o'zak chiplariga tayinib qolgan Amerika uchun cho'ng tahdid hisoblanadi ekan. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang savolimizga javob berib, mundaq dedi. Xitoyning iqtisodiy kasatlashgan va Xi Jinpingning siyosati umumiylik mag'lub bo'lgan ahvolda Xitoy armiyasi dunyodagi eng cho'ng okupni, ya'ni harbiy qo'mondonlik markazini selyapti. Bu qurilish bizga Xi Jinping Xitoyning masalalarini normal yo'l bilan hal qilmasdan, balki urush orqali hal qilishni planlaganligini ko'rsatadi. Hozir nurg'un signallar shu yo'nalishni ko'rsatyapti. Xi Jinping Xalq ozodlik armiyasiga
Tayvanga tajovuz qilishni boshlash uchun vaqt bergan bo'lishi mumkin. Ammo biz har vaqt va har qanday joyda urushga tayyorlik qilishimiz kerak. U nurg'un davlatlarga qarshi urushqoq va dushmanlarcha harakatlarni qilyotidi. Bu harakatlar kontroldan chiqib ketishi mumkin. Bugungi Beyjingda faqat eng dushmancha fikr va javoblarla qabul qilindi. U Xi Jinping qarorini o'zgartmaydi. Afet pek yaqinda yuz berdigandek turdi. Amerika istixborot amaldorlari va Amerika Markaziy axborot idorasining sobiq analizchilari bu harbiy asliyaning Xitoyning ilg'or yadro urushi iqtidorini taraq qildirish muddaosining signalini o'tirib qo'yganligini ilgari surmoqda. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining mo'ljaricha Xitoy 2035-yilga borganda 1500 dona yadro quroliga ega bo'lib, Xitoy bu jihatda Amerikaning kuchi bilan tenglashidi ekan. Mutaxassislarning qarashicha Xitoyning Tayvanni qo'shib olish va Amerikaning harbiy ustunligiga jang e'lon qilish yo'nalishidagi bu harbiy hozirliqlari Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo jangi va boshqa ziddiyatlar keskinlashayotgan vaqtda o'tirib chiqayotgan bo'lib, Xitoyning yangi xiris va tahdidlari mavjudlar bo'ldi ekan, kelgusi dunyoda tinchlikning mavjud bo'lmaydiganligi haqidagi andishlarni paydo qilmoqda. Qadrli radio anglovchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi.